Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytadilarki, kim ilm olish yo'liga tushgan bo'lsa, jannatning yo'liga tushgan bo'ladi deydilar. Ilm egasiga hamma salovat aytadi, hatto suvdagi baliqlar ham deydilar. Ilm talab qilib, ilm o'rganayotgan talib ilmlarni oyog'ini ostiga farishtalar qanotlarini qo'yib turadi hurmatidan. U hali mulla bo'lgani yo'q, olim bo'lgani yo'q. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom sahobai kiromlar bilan suhbat qurib o'tirgan edilar masjidda. 3 kishi kirib keldi. Qarasa hamma yo'q to'lgan odamlar halqa bo'lib Rasul akram alayhisalomni muborak so'zlariga quloq solib ilm o'rganishyapti. Haligi 3 odamdan bittasi dadilroq ekan, tezda yetib keldida o'sha davrani ichidan o'rin topib ichkariga kirib o'tirdi. Bittasi u yoqqa qaradi, bu yoqqa qaradi, joy topa olmadida orqa tarafga o'tirdi. Bittasi qarab turib, joy yo'q ekan deb orqaga yurib chiqib ketdi. Rasul akram alayhisolatu vassalom ilmiy suhbatni tugatib bo'ldilar. Oxirga yetgandan keyin men sizlarga ana u 3 kishining xabarini beraymi dedilar. Sahobalar ha, Allohning rasuli, ularning xabarini bering dedilar. Ulardan kelib ichkariga kirib o'tirgan, ilmga o'zini urgan edi, Alloh uni qabul qildi, mukofotladi. Bittasi uyalib orqada o'tirib qolgan edi, Alloh ham undan uyaldi. Bittasi o'girilib chiqib ketgan edi, Alloh undan o'zini o'girib oldi. Ana ilmni fazli qanchalik. Ilmga o'zini urganga Alloh o'zini taqdim qilib, mukofotini berib, demak u bandani ajr savobga ko'madi, xayr barakaga ko'madi, yaxshilikka ko'madi.